Diqqat! Men bu gapni deb bo'lgandan keyin siz 5 sekund vaqtingizdan ayrilib qolsiz. Bu 5 sekund qanday hisoblab chiqarilgan? Buning ichidagi har bir sekundning uzunligi zoti qanchalik? Odat bo'yicha bir kun 24 soat, har bir soat 60 minut. Her bir minut 60 sekund deb ayrıldı. Bir sekundning eng dastlabki aniqlamasi bo'lsa, bir kun ichidagi 86,400 dan bir vaqt. Şuna bir sekundning qanchalik uzun ekanligini bilish uchun bir kunning qanchalik uzun ekanligini bilish kerak. Eng bevosita usul quyoshni kuzatish. Quyoshni uda 2 qitim osmonning eng egiz chekidagi o'tkazgan bu mezgilni bir haqiqiy quyosh kuni deb ataymiz. Ammo yer sharining quyosh atrofida aylanish orbitasi ellips shaklda bo'lib, quyosh atrofida aylanish sur'ati tekshir bo'lmag'achqa, har bir haqiqiy quyosh kunining vaqti o'xshash bo'lmaydi. Bundaq ayirib chiqilgan sekundmi o'xshash bo'lmaydi. Lekin bir yil ichidagi barliq haqiqiy kun ichida o'tirchi qiymatni nisbiy muqim bo'lgan bir kun bo'ldi. Bu tekshir quyosh kuni deb atildi. Bundaq ayirib chiqilgan vaqt tekshir quyosh vaqti deb atildi. 1928-yili Xalqaro astronomiya birlashmasi Greenwich meridian siziqi bo'yicha kuzatib hisoblab chiqqan tekshir quyosh vaqtida rasmiy bekitgan birinchi yurish vaqt o'lchami dunyo vaqti bo'lgan. Dunyo vaqti astronomiyalik kuzatish orqali bekitildi. Shundaqla nozik vaqtlardan foydalanib davomli vaqt hisoblash kerak. 1927-yili Kvarts soatining paydo bo'lishi bilan Greenwich rasadxonasi ishlatilgan Kvarts soatini tadrijiy shallab o'tib, har kundagi xatolik farqi faqat 1000dan 1 sekund bo'ldi. Lekin afsuslanarli shuki, astronomiyalik kuzatish va nozik soatlarga biriktirib, kishilar yer sharining yer o'qi yenik tavrinib o'z o'qida aylanib surtimi tartibsiz astlab vaqtga ta'sir ko'rsatganligini bayqagan. Demak, har yillik quyosh kuni amaliyotda o'xshash bo'lmaydi. Undaqda bir sekund bir quyosh kunining 86,400 dan 1 ga teng bo'lgan tadbir bo'yicha har yildagi bir sekundga o'xshash bo'lmaydi. Bu masalani hal qilishning oxirgi chorasi sekundning aniqlamasiga tuzatish kirgizish bo'lib, mikro qatlamdan texmi inchki muqim davr izlab bir sekundning zodi qancha ekanligini bevosita belgilash. Bu sezi atomi. İki qismidagi 5 qavat elektronning hammasi bir qadar muqim. Eng sirtqi qavatida faqatla birla elektron bo'lib, osonla sirtqi energiyaning ta'siriga uchraydi. Elektron o'xshash bo'lmagan energiya holatida turib, energiya darajasi tuvan darajalik elektronning muayyan chastotadagi elektronni so'mirishi yuqori energiya darajasiga o'tadi. Yuqori energiyalik elektronlarmi o'zidan tuvan energiya darajasiga tushib qolib, belgilik chastotalik energiya, belgilik chastotalik elektromagnit to'lqini qo'yib berdi. Biz hozir modulni oydinlashtirib, eng sirtqi qavatdagi elektronni ayrim-ayrim holda bu 3 xil energiya, ya'ni Cesiy atomini A, B, C dan iborat 3 xil holatga ayiramiz. Bunun ichida Cesiy atomini B holatdan A holatga o'tkazish kerak. Energiya farqi bir qadar cho'ng bo'lg'achqa, ehtiyojli bo'lgan elektromagnit to'lqin chastotasida belgili xatolik bo'lishiga yo'l qo'yildi. Lekin C holatdan B holatga o'tish energiya farqi bek kichik bo'lg'achqa, ehtiyojli bo'lgan elektromagnit to'lqin chastotasi nihoyat to'g'ri bo'lishi kerak. Biz uni nishon chastotasi deb ataymiz. Bu nishon chastotaga qanday erishish kerak? Bunun için atom saatining vakuum bo'linmasida Cesiy atomining havo massasi bo'ldi. 2-2dan tushgan lazer nuri orqali muqimlashtirildi. Bu Cesiy atomlari dastlabda asosiy jihatdan tuvan darajadagi B, C holatda bo'lsa-mu, lazerlik chastotasi faqat B holatdagi Cesiy atomni A holatga o'tkazadi. Ondan o'zligidan B holat yoki C holatga qaytadi. B holat Cesiy atomi faqat uzluksiz azlaydi. C holat Cesiy atomi faqat uzluksiz ko'paydi. Oxirida barliq Cesiy atomlari C holatida turdi. Arqadilla ast tarafdagi lazer nuri energiyasini sal kuchaytirib, Cesiy atomi havo massasini o'rlitadi. Lazer nuri etilganda Cesiy atomi havo massasi energiya tufaylidan davomli o'rlab mikrodolqin bo'shlig'idan o'tadi. Ondan ig'irlik kuchi tushib, yana mikrodolqin bo'shlig'idan o'tadi. Bu mikrodolqin bo'shlig'i nishon chastotaga yiqilishadigan elektromagnit to'lqin chiqarib, C holatidagi Cesiy atomini B holatga o'tkazmoqchi bo'ldi. Faqat elektromagnit to'lqini nishon chastotaga to'g'ri yetgandila, ondan barliq C holatdagi Cesiy atomi B holatga o'tadi. Biroq qanday qilganda barliq C holatdagi Cesiy atomining B holatga o'tilganligini aniqlag'ili bo'ldi. Shunga Cesiy atomi havo massasidan mikrodolqin bo'shligiga chiqqanda yana bir dasta lazerlar bilan B holat Cesiy atomini yana bir qitim A holatga tushirib, ondan o'zligidan B, C holatga qaytadi. Hamda elektromagnit to'lqini chiqarib, yaltiroq nur chiqaradi. B, C holatga qaytgan Cesiy atomlari qancha ko'p bo'lsa, yaltiroq nur shuncha kuchli bo'ldi. Ko'p qitim o'lchash orqali mikrodolqin bo'shlig'iga chiqarilgan elektromagnit to'lqin chastotasi uzluksiz tangchilanib, tekshirish asbobi o'lchab chiqqan yaltiroq nur sijilligi eng cho'ng bo'lganda, lazer nuri tushishdan burun barliq Cesiy atomining asosan B holatga ekanligini darak berdi. Bu chaqda mikrodolqin bo'shlig'idan chiqarilgan elektromagnit to'lqinining nishon chastotasi 9 milliard 192 million 631 ming 770 Hz bo'lib,
Bu частота elektr signalga aylantirildi. Bunun bilan tok yo'lini sinash texnikasi har bir tavrinish 9 milliard 192 million 661 ming 770 qitimga yetib 1 sekund ko'paydi. Bu xil usul orqali atom soati 3 million yil ichida faqat 1 sekundla farqlandi. Buningga asosan xalqaro o'lcham yig'ini 1967-yili 1 sekundni qaytadan bekitdi. Sezi 133 atom asosiy holatning 2 odatdan tashqari nozuk energiya darajasi orasidagi sakrash radiatsiyasining tavrinish 9 milliard 192 million 661 ming 770 hafta davomlashgan vaqt bo'lib, atom soatining vaqt o'lchami asosida xalqaro atom vaqti deb ataldi. Başlanış noktası 1958-yili 1-ayning 1-kuni 0 minut 0 sekund bo'lib, dunyo vaqti qilib bekitildi. Shu chaqdan boshlab xalqaro atom vaqti 1 sekund 1 minutdan hisoblandi. Lekin yer sharining o'z o'qida aylanish barg'ansir ostilg'ashqa dunyo vaqti xalqaro atomga qaraganda ostimangdi. Shuning bilan 1972-yili bugungi eng keng qo'llanilgan vaqt o'lchami moslashtirilgan dunyo vaqti barliq keldi. Maslashma dunyo vaqti xalqaro atom vaqtini asos qilib, har bir sekund teng uzunlikda bo'ldi. Maslashtiruvchi dunyo vaqti bilan dunyo vaqtida farqi ziyoda cho'ng bo'lganda, maslashtiruvchi dunyo vaqtiga sun'iy holda bir kabisa sekund qo'shilib, uning dunyo vaqti bilan bo'lgan farqini 0.9 sekunddan eshib ketmaydigan qilib tengshaydi. Hamda kundalik ishlatishga qulaylik bo'ldi. 1978-yildan hozirgacha jami 37 sekund qo'shildi. Bugungi kunda har qaysi davlatlarning o'z tajribaxonasida maslashtiruvchi dunyo vaqtini hisoblaydi. Har oyning 1-kuni Fransiyaning Paris shahriga joylashgan xalqaro huquqliq idorasi oldingi oydagi har qaysi davlatlarning maslashma dunyo vaqtining sonliq ma'lumotini yig'di. Ondan har qaysi davlat tajribaxonlarining aniqlik darajasi vaznlik bo'yicha hisoblaydi. Aniqlik darajasi qancha yuqori, vazni qancha cho'ng bo'lsa, eng oxirgi moslashtiruvchi dunyo vaqti bo'lib hisoblanadi. Bu qimmat odatda har oyning 15-kuni e'lon qilindi. Har qaysi davlatlar o'zlari hisoblab chiqqan moslashtiruvchi dunyo vaqt jadvali uchun ishlatildi. Xatolik farqining 100 nanosekund ichida bo'lishiga kafolatlik qildi. Jungo o'zi hisoblab chiqqan moslashtiruvchi dunyo vaqtiga yana 8 sekund qo'shib, ondan Beijing vaqtini hisoblab chiqardi. Shanxi o'lkasi Wunan shahri Pochang nahiyasiga joylashgan Jungo Fanlar akademiyasi davlat vaqt berish markazi boshqarishga mas'ul bo'lib, uzun qisqa to'lqin, sun'iy hamra, tor qatorliq usullar orqali vaqtni har qaysi terminallarga yetkazdi. Siz hatto maxsus liniya telefon 029 838 95 117 ga telefon qilib, davlat vaqt belgilash markazidan ovozli xabarni anglay olasiz. Biroq diqqat qiling. Siz bir qitimliq ovoz xabarini anglab bo'lgandan keyin siz yana 5 sekundingizdan ayrilib qolasiz.